Bizi ko'chalarda ahvoli. Yomg'ir yoqqandan da yurib bo'lmaydi mana. Hamma loy. Bu qachon asfalt bo'lar ekan endi? O'pin byudjetni yutalmayapmiz. Xalq qo'shilmayapti. Hammamiz oq yoqqa uchib ketyapmiz. Arzimagan 5 ming 10 ming pulga o'pin byudjetni nimasini sotib yuryapmiz. Bu davlat o'pin byudjetni yutishgan, keyin qilib beramiz deyapti. Bundan ben nima qilish kerak ekan? Xudo biladi endi. 21-asrda yashayapmiz mana. 21-asrning yo'llari. Suvlar buni to'planib mana. Ozgina yomg'ir yoqqanda shunchalik. Agar ko'proq yomg'ir yog'arsa, bu betdan umuman bitta traktor chaqirish kerak. Traktorda prisebiga chiqib, sekin yo'lga chiqib olish kerak. Bo'lmasa, hali ovchilar kiyadigan kalishotidan kiyib, sekin yo'lga chiqib ketishimiz kerak. Biz-ku katta odamlar biz. Maktabga boradigan o'quvchilar nima qilar ekan? Shularni bir mahalla raislarimiz, mahalla raislaridan yuqori turadigan tashkilotlar bir o'ylab ko'rasizlarmi? Bir o'ylab ko'rib, bir maslahat qilinglar. Mana yana bir ko'rsataymi? Mana yo'limiz o'sha yoqqacha ketgan. Salomat bo'lasizlar, tinch bo'linglar.